Do'stlar, sizlarga sifatli va hamyonbop narxlarda Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 500 ming so'mdan boshlanib 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish xizmati mutlaqo bepul. Kerakli ma'lumotlarni ushbu raqamlardan olishingiz mumkin. Rossiyaning Moskva shahrida o'zbekistonlik erkak axlatxonadan 65 ming dollar topib olib, uni egasiga qaytarib berdi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot xizmati xabar qildi. Voqea qahramonining so'zlariga ko'ra, u Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Yangiqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan va 14 yildan buyon Rossiyaga borib mavsumiy ishlab qaytadi. Uning aytishicha, voqea sodir bo'lgan kuni bir ayol qo'ng'iroq qilib, uni ishga taklif qilgan. Aytilgan joyga borganida ayol oshxonadagi keraksiz narsalarni konteynerga solib tashqariga olib chiqishini tayinlagan. U aytilgan ishni bajarib bo'lib uyiga qaytganidan so'ng o'sha kuni soat 23:00 atrofida ayol yana qo'ng'iroq qilib, uyining hujjatlari ham axlatga chiqib ketganini aytgan va unga hujjatni qidirib topish uchun 2 barobar xizmat haqi taklif qilgan. Erkak 5 ta axlat konteynerining birini qidirish jarayonida 5 million rubl, taxminan 65 ming dollar pul borligini ko'rgan. Pulni oldik, qochib ketsak ham bo'lardi, lekin qochib qayerga boramiz? Hujjatlarimiz ishxonamizda, bu pul bizga tegishli ham emas, deydi erkak. Unga pullarni egasiga qaytargani uchun ishxonasidan 100 ming rubl mukofot puli berilgan. Shuningdek, fuqarolik pasporti va hovli berishni ham taklif qilishgan. Biroq erkak hamma narsasi yetarli ekanini aytib, takliflarni rad etgan. Bugun 27-may kuni Farg'ona shahri Yangi Asr ko'chasida gazli suv uchun mo'ljallangan qurilmada portlash sodir bo'ldi. Bu haqda Qalampir o'ziga Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Murod Sodiqov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mazkur holat soat 10:05 da Farg'ona viloyati Farg'ona shahri Qirguli dahasi Yangi Asr ko'chasida joylashgan gazli suv sotishga mo'ljallangan do'konda gazli suv idishidagi havo bosimining ko'tarilib ketishi oqibatida suv idishi otilib ketgan. Suv idishining otilib ketishi oqibatida 2 nafar ishchi yengil tan jarohati olgan, halok bo'lganlar yo'q. Voqea joyiga qutqaruvchilar yetib borib, amaliy yordam ko'rsatilgan. Hodisa oqibatida do'konning yengil konstruksiyalariga qisman zarar yetgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda.